Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun. Sekin boshlayveramiz, odamlar sekin kirishaveradi. Пока такой небольшое ознакомление o'zim uchun nima gapirib olaman. Mani ismim Ilhom Aliaxunov. E-commerce nimasida sohasida 6 yildan beri ishlayman. 3 yildan beri rossiyskiy marketplace'da Wildberries'da ishlaganman upravlenец bo'lib. Oxirgi 3 yil stabilno uzun marketda bo'yicha shu только uzun marketda upravlenец bo'lib ishlayman, seller bo'lib ishlayman. Сразу oldindan uzr so'rayman. To'g'risi O'zbekistonga qaytganimga 3 yil bo'ldi. В основном rus tilida, Rossiyada yashab, rus tilida gaplashib, в основном opit o'zbek tilida yo'qotdim. Hozir sekin-sekin shu оборотni qaytaraman, xudo xolasa. Lekin bu webinarda, вообще в принципе webinarlarimizda hamma yo'qda tushuntirishni harakat qilaman. В основном aytda sistema, именно analitika bo'yicha qanaqa qilib ishlasak bo'ladi, shu полный informatsiyani, полезный informatsiyani sizlarga ko'rsatib, shuni donести qilishni harakat qilaman. Вот. Sekin boshlaymiz. Odamlar nima qilishaveradi, kelishaveradi. Сейчас translyatsiya ekrani. Так, hamma yo'q ko'rinyapti. Ekranim и ovozim. O'tgan webinarimizda bitta savol bor edi, именно shu pluginni haqida. Hozir пока odamlar kirishyapti, shu pluginni haqida bitta nimalarni gapirib olay. Chunki o'tgan webinarimizda unchalik ko'rinmadi ekan. Вот. В основном maytda shu plugin degan nimamiz bor, strochkasi bor. Ham videosi ham bor. Qanaqa qilib nima qilishdi, pluginni o'rnatishdi. Hech narsa nimasi yo'q. Сложный taraflari yo'q. Maytda Google nimasida do'koniga kirib, sразу демонстрировать qilsam, maytda flashka установить bo'ladi. Shuni bitta bossak, и 10 tarafda ko'rinyapti shekilli. 10 tarafda shu zoom cellingdan pluginni tortib oladi. Tortib olgandan keyin shunday shu analitikani olgan bo'lsangiz, в принципе, birinchi marta registratsiyadan o'tsangiz, ayta именно Telegramdan mushkam kechirasiz. Mushkam nima bo'lyapti? Так, Telegramdan подключение qilsangiz, mayta войти через Telegram bo'ladi. И все. Nimasi yo'q, qiyin narsasi yo'q. Даже analitika olganingizdan bo'lsangiz yoki olmasangiz ham 3 kunga nima beradi? Bepul informatsiya beradi. Shu pluginni установка qilganimizdan keyin bizga bunaqa полный informatsiyani chiqarib beradi. То есть hamma kartochkani pastida полный informatsiyani ko'ramiz. Любой mahsulotimizga, любой magazinga, любой tovarimizga полный informatsiya ko'rinyapti. Lekin buni выручкалар, mana ko'ryapsizlar, полностью выручка, продажи и продажи за 3 дня. Bepul versiyada 3 kunga продажani ko'rsatadi xolos. Bizda esa полный 60 kunga nima qilsak bo'ladi. Например, bitta magazinga kirsak, вот, magazinga kirdik, mayta полный informatsiyani shu plugindan hamma yo'qni tortib beradi. Qana magazinlar bor IPda, qana выручка, упущенная выручка, yo'qotgan pulimiz, nechta SKU sotuv bilan, sotuvsiz nechta SKU deb. Полный shu bitta plugin уже yarimta nimalarni bekitadi-da. То есть u ключевой so'zlarda yordam beradi, kategoriya bo'yicha yordam beradi. Ham shu konkurentimizni qana magazinlari bor, qana tovarlarni yaxshi sotyapti deb informatsiyani bilsak bo'ladi. Shu plugindan o'zida. Вот. Единственное, это bizda mana период отчета degan narsa bor. Bepul versiyamizda 3 kunga mana statistika bo'ladi, 3 kunga, lekin magazinlarda hammasini ko'ramiz. Bepul versiyada ham ko'ramiz bu nimasini. Lekin период отчета 30 kun, 60 kun ko'rinmaydi.
imенно расширенный versiyani olishimiz kerak. Bu narsa juda ham полезный narsa, chunki любой magazinda, любой sellerda topsangiz bo'ladi. Topib, qana выручка nimalarni sotyapti, то есть hamma informatsiyani topib nima qilasiz. Для тех, например, sizlarda, например, по каким-то причинам shu plugin ishlamay qolyapti yoki ishlamayapti. Qanaqa qilib shu nimamizni, konkurentimizni ko'rsak bo'ladi. Hozir shunday nimani ko'rib olay. Ko'rinyapti, hamma yo'q. Da, tak. Ko'rinyapti. Например, plugin ishlamay qoldi yoki qatyapti yoki baribir глубокий analiz qilmoqchisizlar. Qanaqa qilib shu magazinda yoki IPni qanaqa qilib topsak bo'ladi? Uzun marketga любой magazinga kirganimizdan keyin mayta informatsiya bo'ladi. Hammani nimasi informatsiyani chiqadi. Kim IP, qaysi YTTmi, OOmi, и ham bizda главный narsa mana bor. Либо название магазина, либо mayta YTT, владелец магазина, да? YTTmi, OOшkani olib, shu informatsiyani bizga yetadi z головы. Например, IP-ni hozir kopировать qilib, Zoom sellingga o'tamiz. Zoom sellingga o'tib, tak, ko'rinyaptimi? Da. Kechirasizlar, периодически nima qilaman? На всякий случай bitta ko'rib olaman, hamma yo'q ishlayaptimi yo'q. Mayta bizda kategoriya sotuvchi va do'konlar degan kategoriyamiz bor. Shunga nima qilib? Hozir chiqatyapti. Ana, sotuvchi SQlarni ko'rsak bo'ladi, sotuvchilarni nimasini ko'rsak bo'ladi. Mana men уже nima qildim? Shu kopировать qilib, именно shu YTT, Dishimbayeva, Azizaxon, надеюсь, siz не противsiz. Полный informatsiyani biz уже bildik. Keyin shu nima sotuvchi qanaqa оборотлari qanaqa bor? Bu tarafda qana magazinlari bor. Hozir qatyapti hozir. Tak. Вот IP Duysenbayeva Aziza. Все. Mayta полный magazinlari ko'rsatyapti. Так, hozir kechirasiz. Informatsiya. Правильно. 597 ming. Ну-ка, hozir. Давайте boshqa magazinni olaylik. Chunki hozir nimani qildim? Именно shu magazinni ko'rdim. Выручкасы yaxshi edi. Qanaqadir bakmi? Сейчас. Например, вот любой bitta tovarni ko'rdik biz. Например, вот tovar, kovrik водонепроницаемый. Shunday magaziniga kiryapmiz. Tak ko'rinyapti hamma. Da. Magaziniga o'tdik. Все, mayta informatsiya, да? Mana sizlarga aytdim, вот иногда plugin jicha korrektni ishlamay qoladi yoki uzun tarafdan qanaqadir blokirovka bo'lsa ham plugin ko'rinmaydi. Mayta, например, ko'rinmayapti, nimalari? Выручкасini, nimasini ko'rinmayapti. Okey, nичего страшного, bizda nima ikkita variant bor. Либо magazinda nomi bor, либо mayta YTTsi bor. Bu informatsiyani kopировать qilib SKU o'zbek tilida, tak, sotuvchining SKUga kirib, mayta, полная informatsiya уже прогрузилась. Oyga bu IP 38 million olib kelib обороты bor. И сразу mayta qana kategoriyadan sotilyapti bu narsa. Bu tomon hozir как раз gaplashdik shu Dmitriy bilan. O'zbek tilida пока kategoriya ko'rinyapti, lekin rus tilida mayta вот это вообще ko'rinmayapti hozir. Сбросить qilsak. Nuriddin Akbaroğlu mayta magazinimiz ko'rinyapti. Но это поправимо, буквально bir-ikki kunda bu narsa ko'rinadi.
imенно shu magazin bo'yicha nechta magazin bu IPda yoki o'da nechta magazinlari bor, shunaqa qilib ko'ramiz biz. Вот. Продолжаем. Bu yerda nima? Полный tovarlarni ko'ryapmiz biz. То есть qana bu insonda, например, может быть qanaqadir sizga yoqdi odam Instagramda gapirdi, просто shu magazinni ko'rsatdi, mana обороtim katta, bemalol nima обучение olinglar yoki наоборот tovari yoqdi. Bitta shu ras probivat qilganlaringdan keyin полный tovarlarini ko'rasizlar. Mayda yo'qotilgan foydasi bor. Упущенная выручка. Nima uchun bu? Например, mayda qarang, сразу nimaga qaraymiz? 31 million, mana shu kovrik 31 million olib keldi. 4 million 800 yo'qotilgan foydasiz ko'rinyapti. Nima uchun bu? Tak, значит ko'ryapmiz. Stokda mavjud kunlari 26 kun. 4 kun skladda yo'q edi bu narsa. Bu tovari yo'q edi. Shuning uchun 4 kunda ichida shu 5 million yo'qotdi. Bu nimamiz? Sellerimiz. Yo'qotilgan foyda eng zo'r narsa при выборе ниши, при выборе товара. Hamma sellerlar ko'pinchasi shu yo'qotilgan foydaga qaraydi. Например, рынок katta, tovar yaxshi sotilyapti, lekin shu kartochka ko'p pul olib kelyapti, lekin ham yo'qotilgan foydasi bo'lsa, значит tovar настолько востребованный, настолько bu kategoriyada pul bor, to что yetmayapti tovar. Shuning uchun bu yo'qotilgan foydasiga qarab biz shu tovarni olib kelaylikmi yo olib kelmaylikmi deb nimani qilamiz. No, в основном yo'qotilgan foyda juda ham sizga yordam beradi. И вот stokda mavjud kunlarini ko'rasiz. Shunga ham ahamiyat berishingiz kerak. И именно shu когда не было на складе, qoldi, короче, tushundingiz, a? Вот. Bu основной narsada shunga ko'p narsani, ko'p nisha tanlaganimizda ahamiyat berishimiz kerak. Вот. Yo'qolgan foydaga вообще абсолютно. Вот, например, вот nima u? Землячка Saxovat, ну вот, 380 million bitta kartochkada 380 million. Просто 9 kun yo'q edi skladda. Shuning uchun вот такая цена 380 million yo'qotildi bu kartochkada. Ну это ясное дело, bu yo'qmi bu da 3 по цене в одном. Shuning uchun такой этот плюс yaxshi narxdan, наверное, sotayotgandir. Shuning uchun no sistema сразу ko'ryapti-da bu narsani. То есть 888 million qilib, yana 380 millionni qilardi. Просто 9 kun yo'q edi shu tovar. Может быть, уже полностью tugadi, и bo'lmaydi. Но суть в том, что sistema ko'rib, buni pulda nima qilsangiz, ishlasangiz bo'lardi deb informatsiya beradi. Shuning uchun analitikasiz ishlagan tadbirkorimiz, предприниматели, biznesmen, bizneswomanlarimiz analitikasiz ishlasam desa, как будто бы вы не все поняли deganida. То есть, невозможно работать без аналитики, не видя сути-da, pullarni ko'rmayapsizlar. Perspektivani ko'rmayapsizlar. Qanaqa qilib ishlayapsizlar? Просто Xitoydan shunday shu yoqqan narsani olib kelaman, sotaman, все нормально. Я так чувствую deyshadi. Oleg Tinkov deydi. Я так чувствую, не все равно, я так чувствую. Вот. Ko'pincha предпринимательlarimiz nimamiz xuddi shunday qilib ishlashadi-da. Вот. Shuning uchun biz я так чувствую qilmasdan именно analitikamiz olib в golgu ishlab nima qilishimiz kerak. Hozir, например, yana qanaqa nimamiz bor? Do'konda nimasini, вот, так, ko'rinyaptimi? Да. Вот. Do'kon tahlili. Buni вот, общий magazinda nimasini? Bu уже boshqa vkladka. Mana это полный вот Xiaomi Uzbekistan, ладно, да, qanaqadir na primeri, вот bitta magazinda nima ko'rsatasizlarga, klientimiz keladi, 1 yil oldin Kyoko degan magazin bor, mana. Kyoko degan magazin bor edi, hozir ham bor. Shu sotuvchini 1 yildan beri shuni ko'ryapman-da. Yaxshi оборот qilardi bu inson.
Только birinchi nimada kirishida только нижний bелье sotardi. Keyin bitta просто приблизительно долгое время ko'rayotgandim-da buni. Nima qilar ekan, только shu именно нижний belyoni sotadi xolosmidi? Keyin yo'q. Yana shu Kiyoko Sport, Kiyoko Men, Kiyoko Kids'ga kirdi, Kiyoko Sportga kirdi, Kiyoko Women'ga kirdi. То есть, tushunyapsiz, например, qanaqadir katta konkurentni ko'rdingiz, может быть, qanaqadir Instagramda ko'rdingiz, qanaqadir zo'r sotuvchiman deb nimalarni, kurslarni sotadigan odamni ko'rsangiz, shu magazinimni mana ko'rsatyapman deb nima, и действительно, по факту тоже yaxshi sotuv qilyapti. Nimam yo'q. Shuni analiz qilsangiz bo'ladi. Вот Kiyoko ras men ko'rayotgan paytda только нижний bелье sotardi-da bu inson. Men tanimayman bu odamni, to'g'risi. Просто mani klientim bilan konkurent bo'lganda, men сразу shu duka подмечиваю deb nima qilgandim. То есть bir gir paytlarda mayta birda turardi-da, mana Kiyoko Sport уже hozir top 5 ga kiradi. Полный kategoriya kiyimda Kiyoko Sport hozir 5-o'rinda turibdi. Men to'g'risi bilmayman, katta sellermi? Ну, возможно, сейчас katta seller. Qanaqadir korporatsiyami? Men to'g'risi bilmayman. Tanimayman ham bu odamni. Lekin именно nima, tan berganman, вот именно Kiyoko magazinini tan berganman. В то время еще, когда никто nima, ja оборотлari yaxshi bo'lmasdi, shu Kiyokoda yaxshi bo'ladi, chunki именно нижний belyоda sotadi. Keyin shuni bitta davay analitika qilaman men. Qana qilib, qana развитие bo'ladi. Keyin Kiyoko Sport ochdi, и вот qarang 5-o'rinda hozircha shu bitta odamni nimasi bu, magazini bu. Kiyoko Sport уже top 5 ga kiryapti. Sреди всех главных категорий, то есть kiyimda top 5 da ikkinchi magazin turyapti. Top 9 da вот основной magazinida. Может быть, сейчас уже не основной был magazинda. Lekin u zo'r narsa-da, то есть любой bitta katta sellerni olib, shu magazinlarini ko'rib, tak, давай yana nima qaytaylik. Voy. Nimasiga qaytaylik? Вот do'konlar reytingi. Нет. Вот. Например, mayta ko'rsak bo'ladi, shu Kiyokoni. Hozir. Sotuvchilar, мы уже не знаем этого. Hozir topamiz. Так, do'kon Kiyoko. Так, хорошо. Электроника это turibdi. Kiyimda-yu. Прям вот сейчас mana harakat qilaman. Mana Kiyoko. 367 million. Kurbanova Liliya Muslimova. Bitta nima qilsak, например, bu ayolda возможно так, то что bitta magazin ko'rinadi xolos, chunki bitta magazinda bitta IP, ikkinchi magazinda ikkinchi IP и так далее тому подобное. Lekin bizda informatsiya bor. Mayta ko'rinadi bu narsa. Hozir ko'ramiz bu narsani. Это полный kategoriyamiz обязательно olamiz. Sotuvchilarda это tugmachani olib, только nima qilsak. Да, по-моему, bu IP-ga только shu bitta do'kon, да, только bitta do'kon, Kiyoko. Хорошо. Значит, biz nima qilganmiz? Mayta Kiyoko yozganimizda, kiyim. Нет. Do'konlar reytingini. Вот. Mayta Kiyoko yozsak, mana 1, 2, 3, 4, 5 ta magazinda. Kiyoko eng главныйsidir. Hozir уже Kiyoko Sport качает. Значит, bu inson что-то понимает, deya nima qilamiz-da, vывод. Kiyoko Women ochdi, Kiyoko Sport ochdi, Kiyoko Kids ochdi, Kiyoko Men ochdi. То есть shunaqa qilib bitta любой nimani olsak, сразу заранее, например, yangi kategoriyaga kiryaptimi, yangi magazin ochyaptimi, shuni nimasini ko'rsak bo'ladi, yo'lini ko'rsak bo'ladi, tushunyapsizlar-a? То есть так, не просто так birinchi нижний belyоdan boshlanib, chunki это низкомаржинальный narsa, da, Xitoydan olib kelsa,
30 mingdan, mayda, например, 99 mingdan sotsa bemalol bo'ladi. Shu Nijniy Belyodan keyin сразу Kyoko Sportga o'tdi, keyin Women'ni qildi. Так, значит, он понимает что-то deysizda. Значит, я могу повторить degani nimasi bo'lishi mumkin. И mayqa kirib kategoriyaga, вот Kyoko Sportga полный magazinini ko'rsak bo'ladi. То есть, nima sotyapti bu inson? Hoppa, полная информация bor bizda. Kyoko Sport, это уже ikkinchi magazin, уже top 5 ta. Полная shu. Вот 436 million выручкасы bir oyga. Это же круто. Mana kartochkalari, hamma kartochkasini ko'ryapman. То есть bu narsa-yu. Значит, man Nijniy Belyo sotayotgan paytda как раз ochildi shu ikkinchi magazin sportni. Men to'g'risi tushunmadim. Leginsi sotuvdi, sportivniy leginsi. Men ashiqqa nima qilmay aytdim. Lekin men вот как раз вот hozir top 1da shu leginsi, kartochka leginsi, которая в месяц bir oyga hozir 48 million olib kelyapti. 74 mingdan sotyapti. Ko'p xarakteristika. 74 ming, это с карты uzun. Без karты 80 mingdan sotyapti. Все, bitta kartochka 48 million olib kelyapti. То есть, shu paytda men bu insonni, например, bu do'konni как пример olganimda, strategiya yozganimda, например, investitsiya qilganimda, значит, bu sport uni qo'ydi. Значит, давай я за ним desam bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Sizlar ham xuddi shunday любой konkurentni topib, kopировать qilsak bo'ladi. Nimaga нет? Если mayda упущенная выручка ko'p bo'lsa, почему бы и нет? Вот hozir, например, shu do'konning orqasida как раз shu упущенная выручкani ko'rib olamiz. Не тут, это. Sotuvchilarga kirib, не, я не туда зашел. Kechirasizlar. SKU do'konda. Sotuvchini SKUlarga kirib, kechirasizlar, jichaman nima o'zbekchani tarjima qilib, boshimda rus tiliga oqtaryapman-da. Shuning uchun nima qilmaysizlar. Вот. То есть, mana magazini, сразу magazini ko'rinib turibdi. Qurbanova Liliya Muslimova 361 million oyga qilyapti. Mana kartochkalari. Что-то, мне кажется, или мало нima ko'rsatyapti. Hozir yana bir marta, на всякий случай. Нет, yaxshi. Вот. Mayda ko'rinyapti-da sразу buni. Bu kartochka top 1da 2 million 700 olib kelyapti. Da, ko'p emas, lekin yo'qotgan foydasi yo'q. Chunki stokda 30 kun. Уже ikkinchi tsvetda pijamada уже 496 ming yo'qotgan foyda. Chunki 5 kun именно shu bu bitta rang skladda qolmagan bo'ladi. Bu ana Nijniy Belyo sotyapti, hali ham sotyapti bu Nijniy Belyolarda. Da, men bir yil qaraganimda, shu bir yil oldin qaraganimda, shu только Nijniy Belyoni sotardi-da bu odam. И упущенная выручка ko'p edi. Реально ko'p edi. Bu odam ham не простой sellerman demoqchiman. То есть остатоклari har doim ko'p edi. Bu uni yo'qotilgan foyda очень важный инструмент. Shunida sizlarda вот потенциальный выручкалаring. То есть, например, любой товар bilan, вот, например, termobelyo bilan hozir kiraman deyapsizlar, раз, например, bu insonni ko'rdingiz, блин, 1 million 300. Не такая большой, да, выручка. Undan ham ko'proq bo'ladi. 15 kun, lekin shu tsvetni yo'qot nima qiladi. Просто qolmagan bu kartochka. Да, men aytayim, hozir просто qolmagan kartochka. Возможно, undan oldin hammasini sotilgan. Вот, например, Kyoko Sport olaylik. Kyoko Sport hozir. Kyoko Sport biz hozir ikkinchi nimasini, ifasini ko'rib olamiz.
Bugun такой razvedka degan nimasini qilsak bo'ladi. Kyoko Sport. Bu bitta odamga относится bu magazinlar, lekin mana ko'ryapsizlarmi, IP, har xil IP. Bilgan biladi nimaga, nechta ko'p IP bo'lsa, тем лучше shu narsani bilishadi. Вот, но это уже тема для другого вебинара. Shuni ham gapiramiz. Вот, например, mana hozir ikkinchi IPsini olsak, 437 million olib kelyapti. Ikkinchi IP, ikkinchi magazinimiz Kyoko Sport. Mana. То есть именно shu sport tematikasiga kirdi. Ja ko'p nimasi tovarlari yo'q edi. Именно shu Rashgard bilan keldi, и Lasina bilan keldi. Shuni esimda bor-da, 1 yil oldin. Hozir ancha nimasi bor. 437 million, mana upущенная выручка, mana 455 million. Bu stoklarga yaxshi qaraydi-da. Bu nedaram topga kiradi bu inson. Просто nimasiga yaxshi qaraydi. No, lekin shu yo'qotilgan foyda очень важный инструмент при работе с нишей. Yo'qotilgan foydaga hamma nimamiz qarashimiz kerak. Chunki bu grafa это потенциально uni yo'qotilgan foydasi sizni pulingiz xolos. Вот. Любой tovar bilan nima qilsak bo'ladi. Endi katta konkurentga nima qaraganimizdan keyin tijilo bo'ladi shular bilan nima qilib, konkurировать qilib. Lekin sizlarda byudjetlaring позволяет qilsa, почему бы и нет? Почему бы и нет, да? На примере hozir qanaqadir oddiy odamni olaylik, не такой крутой селлерni olaylik. Более-менее hozir boshqa sellerni olaylik. Чтобы примерно понимать, qana uzun вот mobil kompyuterli versiyada jicha qatiydi-da, shunisi yomon. Hozir более-менее людской ipni olaylik, без крупных этих. Например, nima hozir sotilyapti? Ну, одежда, давайте одежда. Bu bitta kiyimni ozlaylik. Kiyimni magazinni olib, вот, например, пижама. Хотя вот в чем мода олам один. Вот. Опять же, да, bizda mana informatsiya magazin, mana это IP bo'ldi, bizga yetadi bu narsa. Bitta oldik. Mana stavka qilib 88 million сразу ko'rinyapti. Bu IPda 88 million. Qaysi nimada? Тоже pijamalar sotyapti, yo'qotilgan foyda 1 million. Именно shu tsvetda, qora tsvet 1 million nimasi. To'xta mavjud 11 kun, 4 kun yo'qolgan. То есть даже 15 kunda ichida 15 kun sotib, bu tsvetda 11 kunda hamma stokini sotib oldi. Значит, tovar пользуется спросом degani-da. То есть shu tovarga bitta nima qilsangiz ham bo'ladi. Bu qora сразу mana bu kartochkaga nima qilsak, mana bu ko'rinyapti. Qana rang bilan, qana razmer yaxshi sotilyapti. Bu mana bu qora L 29 ta dona sotildi, 3 million olib keldi. То есть shunga qarab sizlar tovarni olib kelsangiz bo'ladi. То есть важный этап именно konkurentsiyani ko'rish kerak. Qo'rqmasdan любой kategoriyaga kiryapsizlarmi, любой bitta yaxshi konkurentni olib, mayta даже kategoriya bo'yicha-da yuklayam любой bitta pijamalar bitta konkurentni olib, shuni analiz qilsalaring bo'ladi. То есть это вот optimcha ko'ryapsiz. 8% olyapti xolos. Общий pijamadan 8%. И это круто считается, да? То есть остальные 1%, 2% и так далее. Значит, мы это konkurensiyasi bor, да, bor. Lekin siz ham bu kuponni olsangiz bo'ladi demoqchiman. Tushunasizmi?
Bitta nima qilamiz, shu o'pitimchaga kirib, полный informatsiyani bilamiz shu analitika bo'yicha nima sotyapti. Qanaqa ayollar pijamalari 3 в 1. 193 million qilyapti. Bitta kartochka. Biz ham sotaylik. Biz ham olib kelaylik bu pijamalarni. So, mana informatsiya, qana informatsiya bizda? Hozir bormi hozir masalga bitta narsani aytaman. Agar ko'rinmasa, da ko'rinyapti. Mana 87 million, 87 mingdan sotyapti. Можно купить 135. Ну, это крупный селлер, да? Крупный селлер. Lekin biz bunga qarab, уже понятно то, что to'q qizil полный выручка shu nima olib kelyapti mana. To'q qizil to'q shu pul olib kelyapti. Shuni ko'proq olib kelsak, например, biz olib kelsak, только shu pijamani topdik biz, ниже рынка, может быть, o'zimiz chevarxonamiz bor, ular tikib berishadi, xuddi shunaqa, lekin себестоимость ancha kam chiqsa, to'q qizilni menga tikib berdi, shu to'q qizil bilan kirib pulni ishlasak bo'ladi. Потому что вот остальные цвета да olib kelyapti, yaxshi pul olib kelyapti. 2 million, 3 million, даже qirmizi, shu за цвет. Вот 9 million olib kelyapti. Все нормально, круто. Lekin to'q qizil видимо популярный bu nishada. Ko'ryapsiz-a? Bordoviy rang как я понял. To'q qizil. 17 million. Bu даже maytada ko'rsa bo'ladi, qaysi razmerda ko'proq olishyapti. L bilan XL ni ko'proq olishyapti. XXL тоже, chunki большемерка bu narsa. Вот. MS yaxshi, lekin вот даже bu просто на первый взгляд hech narsa nima qilmasdan уже tushunyapman. Qaysi rangda olib kelishim kerak, qaysi razmerda tikishim kerak yoki olib kelishim kerak, чтобы примерно зарабатывать вот эти деньги. Bu inson zo'r qildi. 213 million bitta kartochka olib kelyapti. Zo'ru? Вообще zo'r. Вот. Shuning uchun ishlatinglar, iltimos, я призываю всех, uzunga kirdilaringmi, любой Яндекс Marketga kirdilaringmi. Analitikasiz bu narsani qiyin ko'rish. Bu analitikasiz, как будто ko'rsizda, ko'rmayapsiz hech narsa. Buni narsalarni baribir ko'rish kerak. Это sizni будущий pullaringiz. Вот. Уже nima gapiryapman? Oldindan uzrman so'radim, o'zim o'zbek tilimga hamma yoqda tushuntirishga harakat qildim. Agar savollaringiz chiqib qolsa, bemalol личный chatga, shu gruppaga yozinglar yoki личный chatga yozinglar. Hammaga javob berishga harakat qilyapman. Birinchi webinarimizdan keyin ko'p odam yozdi, to'g'risi hammaga ulgurmadim javob bergani. Bugunga небольшой bonus bor. Hammaga 20% chegirma beramiz. Bu webinarimizdan keyin hamma tarifimizga 20% chegirma beramiz. Ham личный konsultatsiya, platniy konsultatsiyamiz bor. Shu o'tirgan insonlarga sizlarga rahmat. Vaqtlaringni nima qildilaring. Полный platniy konsultatsiya bepul bo'ladi bizdan. Yoki magaziningizni полный разбор qilamiz, yoki kartochkangizni полный разбор qilamiz. Shu bonus olish uchun bitta yozib olinglar. Например, sizlarda hozir bor analitikada narigi продление bo'ladi-yu, narigi oyga bitta yozib qo'ysangiz 20% nima qilishadi? Chegirma berishadi. И плюс bitta platniy konsultatsiya sizlarga bepul bo'ladi, yoki bitta gruppani organizovat qilib, bitta sozvon qilamiz, полный kartochkalaringizni yoki magaziningizni разбор qilib, yoki может быть даже tete-a-tete bitta video звонок qilib gaplashib olamiz. Tak, kimdirda nima bor? Savol bor. Gulnoz, hozir tak, hozir Gulnoz Eliboyeva. Tak. Gapirsangiz bo'ladi. Mikrofonni yoqing. Yoki savolingizni yozib oling.
Savolda gruppaga yozsangiz bo'ladi. Shu gruppamiz bor-ku, Zoom Selinda. Shu yerda yozsangiz bo'ladi yoki lichkamga yozinglar. Lichkamda to'g'risi hammaga harakat qilaman javob bergani, lekin gruppaga yozsangiz tez javob beraman. Chunki nari webinardan keyin ko'p odam yozdi, to'g'risi vaqt topolmadim. No, обещаю, hamma yo'lda javob beraman. Сейчас. Man hozir do'stib bera olmayapman gapirish. Так. Kalit so'z to'g'risida ham ma'lumot berasizmi? Top kalit so'zlar ishlamayapti. Da, ko'rsatsam bo'ladi. Например, top kalit so'zlar ishlamayapti. Qanaqa qilib ishlamayapti? Bu men sizlarga nima qilsam bo'ladi? Hozir ko'rsataman. U kuni esimda bo'lsa, способni ko'rsatdim, именно top kalit. Mana top mahsulot kalitlari bor grafada под категория. Mana это eng главный высокочастотный kalitlarni ko'rsatyapti. Mana это ham nechta kartochka bor shu so'z bilan, koeffitsient bor и reklamadagi kartochkalar. То есть bu so'z bilan mana sumka ayollar uchun из всего reklamada 21 ta inson reklama qilyapti bu so'z bilan. Ko'rinyaptimi? Да, ko'rinyapti. Вот. И в целом bu so'z mana sumka ayollar uchun 51 million olib kelyapti. 51 million bitta so'z olib kelyapti. Shunda o'sha top so'zlar maytdan olsangiz bo'ladi. Вот, например, категория. Да, pijamani olaylik. Pijamani разбирать qildik. Pijama mana. Bu narsani ham to'g'rilaymiz. Men hozir prям chatga jo'natib yuboraman. Mana yerda ko'ryapsizmi? O'zbek tilida nima qilyapmiz, lekin именно поискda rus tilida yozish kerak. Это наш внутренний дочет. Hozir prям сразу jo'natib yuboraman. Он nima qilishadi? Вот, например, женская одежда pijama. Mana top so'zlar ayollar kiyimlari, то есть это обширный запрос. Ayollar kiyimlari pijamaga относиться qiladi, lekin bunga qana nima polni kiyimlar kiradi-yu. Shuning uchun buni ishlatsangiz, buni SEO top so'zni ishlatsangiz, ayollar kiyimlari ishlatsangiz bo'ladi, ishlatinglar. Lekin ishlatganingizdan keyin bu so'zga minus so'zlaringizni qo'shishingiz kerak, bu shart. То есть не просто вот ayollar kiyimlarini bitta bosdingizmi, stavka qo'shdingiz 9500 mi, 9501 и все. Нет, bu полный одеждаlarda, shu kiyimlarda nimasida berib yuboradi nimangizni, kartochkangizni berib yuboradi, ko'rsatadi. Lekin shu kiyimlarda nima, верхняя одежда, kurtka, murtkalarda nimasida orasida bu tovaringiz chiqadi-da, именно bu so'zda ayollar kiyimlarida tovaringizni ko'rsatadi. Например, u odamga, который ищет kurtku, aslida pijama, tushunyapsiz-a? Поэтому shu eng katta обширный ключ qo'shganingizdan keyin minus so'zlarda qo'shish shart, это обязательно. То есть чтобы в куртках не показывалась эта карточка, там нижнее белье, hamma yo'q одеждаga kiradi-yu. Вот shuning uchun minus so'zlarga ahamiyat beringlar. Chunki обширный ключlar ko'pincha yozishadi-yu, stavka berishadi-yu. No, не то kategoriyada chiqib qoladi-da bu narsa. Tushunyapsiz-a? Вот ayollar kiyimlarini berdik. 1000 ta odam yozishdi ayollar kiyimlari. No. Shu so'zni pijama. Shu so'zni orqali например, kurtkada ko'rinyapti. Tushunyapsizmi? Shuning uchun odam ko'rib, blin, menga я же не искал pijama deyishadi-da. Поэтому minus so'zlarni обязательно ishlating. Chunki bu please minus so'zlarga ham ketadi-da. Хочешь, не хочешь, minus so'zlarga ham ketadi. Это слив бюджета deyishadi-da. То есть please просто так yo'qotyapsiz. Вот. Shuning uchun top so'zlar kechirasizlar. Top so'zlar ishlamayapti deyapsiz-ku. Просто может быть minus so'zlarni qo'shish kerak.
Обязательно. Gulnoza, kechirasiz-u, men nima qilolmayapman sizga. Savolingiz bo'lsa yozib yuboring chatga yoki bu chatga yoki Telegram chatga. Men nima yozib mikrofon. Вот. Da, yoqolmayapman mikrofoningizni. Shuning uchun savol bo'lsa yozinglar. Bizda yana где-то 15 minut bor. Harakat qilaman nimaga. Menda ko'p Locker Studio deb unov chiqibdi, qolgani kirmaydi. Gulchehra, iltimos shu skrinni qilib gruppaga jo'natib yuboring yoki menga yoki Dmitriyga harakat qilamiz. Kechirasizlar. Высокочастотный kalit so'zlar nima, среднечастотный so'zlar nima, низкочастотный kalit so'zlar nima, Ilhomjon? U kuni eslaringda bo'lsa, men ko'rsatdim. Вот, например, kartochkamiz bor. Kartochkamiz bor. Это запросы и ключи degan именно o'sha plugin настоятельно рекомендую. Analitikani olib, pluginda ishlatinglar. Plugin где-то 50% ish qilib beradi. Da qiyin deyapsizlar-ku, например, вот men tushunmayapman, qayerga bosish kerak, там слишком чересчур тяжело desalar, menga yozishyapti-da. To'g'risi men analitikani oldim, lekin qiynalyapman, qayerga bosishni bilmayapman и так далее. Bunisini ham hozir o'ylayapmiz. Xudo xolasa qanaqadir olgan odamlarga bittami, ikkitami video emas, звонок qilib hamma yo'lda tushuntiramiz. Shunga harakat qilamiz biz. Вот, не отходя от темы. Men вот да, согласен, men ko'p narsada bilish kerak, faqat bosish kerak. Formal, ну pluginda ishlatsalaring, plugin sizlarni 50% ishingizni qilib beradi-da. Вот pijama, вот pluginda orqali men sizga hozir nima qilaman-da. Вот pluginda orqali mana высокий частотный kalit nima degani, вот охваты degan narsa bor-da. Охваты degan narsa. То есть в среднем показатель 172,000 odam ayollar kiyimlarini oqtaradi deb oqtaradi. Tushunyapsizlar-a? Это высокочастотный ключ. То есть 172,000 odamlar shu ayollar kiyimlari mayta запрос deb yozishadi. 172,000 odam в среднем, tushunyapsizmi? Это считается высокочастотный запрос. Ну, baytda aytaman, именно shu обширный so'zlarni olsangiz, ayollar kiyimlari, tam erkaklar uchun kiyimlari, sizlar, например, tam trusini sotasizlar yoki tam shton sotasizlarda, buni ishlatganingizdan keyin minus so'zlarni qo'shish shart. Chunki ishlatmasalaring, просто рекламный компания, бюджет рекламной компании не туда уйдет. Ko'rsatadi, reklama qiladi, lekin shu ayollar kiyimlari, вот на примере sizlarga ko'rsataman, вот демонстрирую это, вот ayollar kiyimlarida, вот высокочастотный запрос, 174,000, еще плюс я oqtiryapman. Ko'ryapsizlarmi? Qani kurtka ham bor mana yerda, нижний bелье ham bor. Mana yerda вот reklamada birinchi o'rin olyapti, mushuk kostyumi-da. Birinchi o'rin nima qilasan? Takoy обширный so'zni ishlat, nima qilgani. Da, klik bo'ladi. U blin, nifiga себе, ayollarning kiyimlari nima qildim? U blin, mushukni nimasi chiqdi. Voy, zo'r. Xo'p, klik bo'ladi. Gap yo'q, mana klik qildim. Lekin men kurtkani oqtardim. Например, tushunyapsizmi? Bu hozir klikkimga kechirasiz-ku, no pul to'ladingiz. To что reklamada bu narsa. Qo'y. Так, hozir kechirasizlar. Так, ayollar kiyimlari. То есть klikimga hozir pul to'ladi. Nima qiladi? Такой обширный so'zni ishlatib, minus so'zlarni qo'sh bo'lmasam. No, mana ko'ryapsizlar-ku? Mayda и трусик, и nima chiqadi. Это обширный со'z. Uni nima qilasizlar? Просто для оживления карточки degan narsa bor-da, eslaringda bo'lsa, мертвый карточка bor deyatdim. То есть карточки, которые есть товар, есть сток, и сток katta, например, 300 dona, 200 dona, fix с ним даже 30 dona. Lekin
3 oydan beri вообще bitta ham продажа yo'q. Biz nima deymiz? Biz o'lik kartochka deymiz bu narsani. Вот, чтобы tiriltirish uchun shu so'zni ishlatsangiz bo'ladi, lekin jitchaga. No, не обязательно birinchi o'rin olib, buni hozir reklamni kompaniyaga necha pul to'lashini men bilmayapman даже. Много. Почему bilmayapman? Hozir ko'raman. Просто вот sizlarga bizda vaqt bormi? А где hozir? Hozir ko'rayotgandik so'zlarni. Так, не важно. Так, SEO joylashuv, top mahsulot kalitlari ayollar uchun bo'ladi. Просто qanday edi? Запрос. Ayollar kiyimlari. Вот, пожалуйста. Ayollar kiyimlari. Birinchi o'rin uchun 22 ming hozir to'layapti. Это пока временно. Ну, круто, не очень большая ставка. 22 ming. Mingta nimasiga. Nimasini ko'rish kerak? Unit ekonomikani ko'rish kerak. Yoqyaptimi bu so'z, unga pul olib kelyaptimi? Nechta kliklar bo'ldi, nechta odam zakaz qildi bu so'zni nimasida. Ну, как по мне, ошибка. Birinchi o'rin ishga olish такой обширный карточкада, обширный so'zda. Tushunyapsizlar, a? Shuning uchun вот mayda ham nima bor. Da, ayollarning kiyimlariga kiradi bu narsa, lekin bu обширный so'z demoqchiman. Tushunyapsizlar? Не обязательно birinchi o'rinda. Ставка 9 ming bo'lsa, roziman. Ладно, для того, чтобы карточка немного ожила, o'ziga jicha kelsin, men roziman. 9 ming ishlatgan. Ну, на постоянной основе birinchi o'rinda qilmas edim. Смысла нет. Я куртку ищу, да, ayollarda kiyimlari. Или qizlarda, например, что-то интересное, да, что-то интересное из одежды ищу. Ayollar kiyimlarini bitta essam, это мужской костюм chiqyapti. Да не, зачем? Мне куртка нужна deyishadi, да? Вот. Bu высокочастотный запрос, высокочастотный kalit. Дальше. Bu чересчур обширный, да, ключ? Mana пижама ayollar uchun. Вот это уже запрос, который характеризует наш товар. То есть пижама, да, ayollar uchun. Все здорово. А shu запрос-то, ну, высокочастотный, потому что 127 ming odam oqtaryapti bu запросni. Hop, biz ham nima qilamiz? Biz ham oqtanamiz nimani? Kartochkalarda. Pijama ayollar uchun. Hoppa, все, mana ko'ryapsizmi? Reklama yo'q. Mana bizni nimamiz, как раз hozir ko'rdik-ku, mana inson, который делает necha pul qilardi? 400 million qilyapti kartochkada. Oy, 400 million deyapman. 27 million, 30 millionmi? Ну, xullas. Mana. Tak, demonstratsiya etib kartochka. Top 2 da turibdi. Reklamasi yo'q. Что? Mayda reklamada bu pijama, да, pijama ayollar uchun zo'r qilyapti. Не знаю ставку, но ashuni ham bilsak bo'ladi. Stavkani hozir bilamiz. Lekin прям высокочастотный ключda ikkinchi o'rin olyapti. По-любому odamlar kirishadi bunga. Это высокочастотный ключ, который, во-первых, birinchi reklama qilib, nima qilgan? Shu so'zni ko'tarib kartochkani, потом reklamani o'chirdi yoki yaxshi aksiyaga kirib, odamlar olishni boshladi, и все, reklama o'chirdi. И вот это уже органический deyishadi, это органические продажи, органический o'rinda ikkinchi o'rin olyapti. Самый большой высокочастотный ключlardan bu kartochka ikkinchi o'rin olyapti. Shuning uchun topda u. Tushunyapsizlar? Высокочастотный kalitni ishlatinglar, lekin sizlarga ko'p pul olib kelmasa, или наоборот, pulni yeyapti-da, foydasi yo'q. Minus so'zlarga qaranglar. Среднечастотный nimalarga qaranglar. Chunki так бывает, то что среднечастотный kalitni olsangiz ham yaxshi pul olib keladi. Просто для высокочастотного нужно больше средств demoqchiman, да, tushunyapsizmi? Искусственные продажи, то есть самовыкуп qilsalar bo'ladi, именно so'zni orqasida, tushunyapsizmi? Вот. Поэтому ishlatinglar. Низкочастотный eslaringda bo'lsa, o'tgan vebinarda bizda odamimiz
kimdir tashladi вроде карточкani. Это только низкочастотный kaliti ishlatadi. То есть там охват где-то 300 tami, 500 tami, даже 500 ta yo'q edi. 300 ta где-то охват bo'ladi. Именно shu so'zlarda reklama qiladi. И ham kategoriya bo'yicha kategoriyani ushlab turadi birinchi o'rinda. Shuning uchun men aytdim, foydasi yo'q u. Высокочастотный kaliti ishlatinglar. SEO'ni kartochkaga, описание kartochkaga высокочастотный kaliti ishlatib, agar kategoriyalar bor, то что только высокочастотный kalitlar bor и низкочастотный kalitlar bor. Shu высокочастотный kalitlarni ishlataveringlar demoqchiman. Ну, lekin если обширная категория, например, kiyim и так далее, это именно высокочастотный kalit ishlatinglar. Pul byudjet, понимаю, byudjet katta bo'lmasa, среднечастотный nimasiga qiringlar. Sekin bo'ladi. Hamma nima сразу katta byudjet nima qilmaydi-yu kartochkaga. Biz tushunyapmiz, может быть, sizlar yangi sellerlar, может быть, byudjet na tovar ограниченный da. Bemalol среднечастотный kalitlarni ishlatib, среднечастотный kalitlarni ishlatib, mayta, вот, например, не брюзы 9000 ta. А вот, например, 2000 ta, ну, не розовая женщина, конечно. Mana, например, ayollarga kiyimlar, но это тоже обширный ключ. Mana, tungi kiyim, bunga stavka ham kam bo'ladi, tushunyapsizmi? Tungi kiyim stavka ham kam bo'ladi. Lekin shuni ishlasalaring, byudjetda jicha ekonomiya bo'ladi sizlarga, tushunyapsizmi? То есть некоторые ko'pincha sellerlar nima qilishadi? Yoki kategoriyani olishadi, как прошлый примерda, либо nimasini olib, как вот эта женщина-кошка-da, hozir. Shularni olib, birinchi pozitsiyani olib, bular reklama pul olib kelmayapti. Да, конечно, olib kelmaydi. Ты в обширном ключе высокочастотном рекламируешься. Reklama ko'p pul olyapti. 22 ming hozir. Bitta mingta paketga 22 ming sotyapti. Nima qilyapti? Когда sotuv narxi 88 ming. Себестоимость 30 ming bo'lsa, это 50 ming. Yo'l kira, upakovka. Ты зарабатываешь вообще? Это savol bo'ladi-da. Nech pul ishlayapsan sen? Но это уже nima ko'rish kerak-da, sizlarda ko'rish kerak. Может быть, он специально так делает. Hozir birinchi o'rin ushlab turib, может, стратегия. Может быть, shu nimasi остатки ko'p действительно. Qilsa bo'ladi buni. Lekin byudjetga qarab nima qilish kerak demoqchiman. Tushunyapsizlar? Поэтому sizlarda ja ko'p byudjet bo'lmasa ham среднечастотный so'zlarda qilinglar. Lekin описание, наименование, SEO ядро qilayotganlaringda обязательно высокочастотные ключи, среднечастотные ключи. Низкочастотные ключи nima qilmaylar? O'zlari nima qilishadi? O'zlari nimaga o'xshab tortib oladi низкочастотный kalitlarni. Вот. В основном вот, mana, среднечастотный. Женские пижамы. 2481 тоже нормально. Ma это женские пижамада, kechirasizlar. Женские pijamada ikkinchi o'rinda bu nima turibdi? Reklama bo'lmasdan, mana ko'ryapsiz, reklama yo'q mayda. Lekin ikkinchi o'rinda turibdi bu narsa. Bu sellerimiz. Uzun market в принципе e-commerce nimasi обширный narsa-da. То есть не бывает такого, то что bitta tovarni oldingizmi, сразу пошел там миллиарды зарабатывать и так далее. Нет. Ko'p strategiyalar bor. Действительно, ko'p strategiyalar bor. Агрессивно, когда у тебя хватает денег, да? Хватает денег, и ты готов там топ birinchi o'rinda olib, shu высокочастотный kalitlarda топ birinchi o'rin olib, только высокочастотный kalit, только kategoriyadan qilib, это агрессивно deyapti. Unga ham pul kerak demoqchiman. Pul bo'lsa, все, gap yo'q. Qilaveringlar. Lekin если вы начинающий seller, средний seller, да, sizlarga boshqa подход kerak. Sizlarga kerak вот sekin, вот manda, например, остаток там 10 ta dona pijama oldim, shuni sotishim kerak. Nima qilish kerak? Sekin shu SEO yadroni qilasizlar, высокочастотный kalitlarni ishlatasizlar, среднечастотный kalitlarni ishlatasizlar. Byudjetga qarab, среднечастотный kalitlarda reklama qilasizlar, низкочастотный tegmasdan.
категориядан чича, чтобы мелькало, чтобы эта карточка, чтобы наполнялась и категорией, и словами. Tushunyapsizlar, a? Bor, spособ bor. Просто bizda odamimiz uzun marketda sotaman, bunga qaraydi, bu palonchi 195 million foydasi, tam ruchka, murachka, mana shunaqa qilib 10 ta pijama olib, mana shunday ishlayman. Заработаю demoqchi. Ну так не бывает же. Hammada свой путь, своя стратегия bor. Shuning uchun без сервиса аналитики bu narsa juda qiyin bo'ladi-da. Bu действительно qiyin. Yaqinda Boostopda nimasi bo'ldi? Uzun marketdan обучение bo'ldi. Boostop uzun marketdan обучение bo'ldi. Lekin ular ham Zoom sellingda ishlatyapti-da. Tushunyapsizlarmi? То есть so'zlarni qayerdan olish, qanaqa so'zlarni olish, то есть Boostopda bo'ladi-yu, рекомендованные слова. Shu рекомендованные слова nimadan chiqadi? Описаниялaridan chiqadi. Qana SEO qilyapsizlar ruslar? SEO, описание, краткие описания, свойства товара. Shundan sistema olib, sizlarga подобный so'zlarni beradi. Tushunyapsizmi? Uzungi sistemasi. Ama это Zoom sellingda. Batta hamma yo'q ko'rinyapti. То есть полный обширный so'zlarni ko'rinyapti. Tushunyapsizlarmi? То есть много so'zlar ko'rinmaydi uzun marketning nimasida. То есть Boostopda nimasida ko'rinmaydi. Lekin это чисто система. И аналитикасыз qiyin ishlar. Вот лучше вы потратьте там 1,5 million аналитикаga, lekin вот sizlarda там 10 ta kartochka bo'lsa, shu 10 ta kartochkani normal holatda qilib, normal strategiyani yozib, sekin-sekin sotuv qilasizlar. Чем? Вы просто будете вслепую выливать бюджеты, 22 ming bitta обширный so'zga har kun по 22 тысячи за 1000 просмотров. Это не har kun. Это смотря еще qanaqadir byudjet qo'yilgan. Tushunyapsizlar? Bitta analitika olib, bu haqida bitta yaxshi kartochkani qilib, strategiyani yozib olib, tak, menda bunaqa byudjet, reklamный byudjet bunaqada. Всё, 30% kartochkadan reklamный byudjet menda shunaqa. Всё, значит, высокочастотный pul даже вот mana высокочастотный kalitni olaylik. Sumka ayollar uchun, da. Вот. Большой, да, kalit? 180 ming, da? 7 ming kartochka bor. Reklamada 20 bitta. Hozir 20 bitta odam reklama qilyapti. No, например, sizlar tadbirkorsizlar. Tezroq kirsalaring, вот эта цифра может вырасти там 10 kishiga. Может быть, hammasida reklama tugaydi. И stavka birinchi o'ringa 9500 bo'ladi. Shuni olib kechasi sumkalar uchun. Bas olib, ho'pa o'zingiz reklamni kompaniyasiga nima qilib 900-501 qilganingizda birda turadi. Вероятность, что ночью кто-то купит, выросла. Tushunyapsizlar? Все. И мы сэкономили бюджет. Сейчас birinchi o'rin stavkaga 17 ming to'lashyapti. Men kechroq yo'qaman bu kalitni nimasida, trafik olaman, birinchi o'rinda bo'laman. И возможно, обязательно карточкani ko'taraman, внутренний карточка, tushunyapsizlar, оживление deyapman, ko'taraman bu so'zdan. Chunki обширный so'z. И возможно, у меня получится заказ. Chunki это обширный ключ. Вот. Bunaqasi ham bor, tushunyapsizlarmi? Ходов продать товар очень много, стратегий ko'p. Shuni o'rganinglar. А не как вот mana tovar oldim, shu 5 so'mga oldim, 500 mingga sotaman. Нет, так не работает. Shu reklamaga полный byudjetimni tiqib, один fix sotaman degani так не работает. To'g'risi. Hammasida strategiya bor. Просто jicha sabr berish kerak. Если вы там средний селлер, мелкий селлерga особенно sabr kerak. Sekin. Shu stavkalarda ko'rib, no stavka analitikasiz qiynalasizlar, tushunyapsizlarmi?
stavkalarni ko'rib, tak, kechroq bitta yoqaman kompaniyaga. Raz там stavkalar ko'tarilyaptimi, raz chiqaman bu kompaniyadan. Все, значит, бюджет чуть-чуть остановил. Но зато карточка поднялась вверх. Tushunyapsizmi? Дальше органически уже nima bo'ladi, подхват bo'ladi. Это очень много способов, как bitta, запомните, bitta narsani. Men уже ko'p gapiryapman, lekin o'zimga yoqyapti nima gapirishim. Har bitta kartochka sizlarda bizneslaring, tushunyapsizlarmi? Sizlarda investitsiyalaring, вот как birjalarda ko'ryapsizlar hozir, trading, trading и так далее. Вот условно говоря, вот эта карточка sizlarda bitcoinlaring. И как вы ее заполните, shuncha pul olib keladi. Bitta kartochka, bitta srok годности yo'q. Bitta kartochka bemalol olib kelaveradi. Men aytdim, hozir mana tushundida, birinchi o'rinda turibdi bu nima? Inson. Дальше nima qilsa bo'ladi? Вот товары tugadi-da, например, может это не производитель. Товары tugadi, просто rasmlarni, boshqa rasmlarni qo'yib, boshqa pijama, даже fakturani qo'yib, kartochka topda bo'ladi baribir boshqa mahsulot bilan. То есть похожий mahsulot, lekin boshqa mahsulot bilan kartochka to'pib turadi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun kartochkaga как к бизнесу относитесь? Sizlarda 10 ta kartochka emas, sizlarda 10 ta biznes, 10 ta инвестиционный проект, 10 ta биткоинlar, tushunyapsizmi? То, что будет вас кормить. И вначале, если вы там немножко nima qilganing, это нормально. Дальше окупится deganim. Tushunyapsizmi? Ko'p kartochka не обязательно, да, если бюджетlaring ko'p, можно. Просто bывает там 10 ta kartochkadan bitta kartochka ko'p pul olib keladi. Keyin 9 tani bekitamiz, полный nimaga bitta kartochkaga nima qilaveramiz. И уже дальше shu boshqa kategoriya, вот именно shu kategoriyadan boshlab nima qilamiz, развивать qilishni boshlaymiz и так далее. Tushunyapsizlar? Shuning uchun no analitikasiz qiyin bu narsa. Вот to'g'risi qiyin. Chunki monolarni ko'rmasalaring qiyinda. Nishalarni ko'rmasalaring, rынокni ko'rmasalaring qiyin bu narsa. Mayta kirib kiyim 58 milliard. Nima u? Nifiga себе, mayta mani pulim ham bor, mayta deb nima qilishadi. Даже motivatsiya bo'ladi, tushunyapsizmi? Uy kiyimga kirib, так, под kategoriyaga kirib, ana o'qituvchi, оказывается, это топовый magazin. 231 million olib kelyapti. Вот. Pijamalar, lибо uy uchun to'plamlar, это trusilar. Да? Monolarni ko'rishingiz nima qilish kerak-yu? Analitikasiz qanaqa qilib ko'rasiz? Mayta, вот, например, Оливия, условно говоря, 891 million olib kelyapti oyiga. Хорошо. Что я должен сделать, чтобы я попал там вот сюда, например? Секрет ставил. И все, стратегия yozyapti-da, bir haftaga, bir oygami, чтобы я был вот на вот этом месте. Hozir juda qatyapti. Boshqalardan. Unda mayta hozir nima? 10, 11, я понял, mayta 10, 11, 12, 13. Вот, например, Happy Look, Happy Look это 320. Например, да, вот Happy Look топ 10 ga kelyapti. Nima qilish kerak, чтобы он был топ 1? Значит, значит, ближайший конкурентами ko'radi. Nima sotyapti, qana sotyapti, qana ошибкалari bor, то, чтобы я их не повторил. Аналитикасыз bu narsani ko'rolmaymiz-da. И обязательно, вот, вы работаете, вот, e-com это работа с цифрами, да? Sizlarga kerak emas, там, ertalab ko'pinchamiz endi bilamiz-da, manda, например, ota-onam bozorchada ishlagan-da, ertalab har doim do'konimizni ochib, ertalab kech payt hamma yoqni yig'ishtirib qaytardik. Sizlarga hozir kerak emas bu narsa. Lekin bu yerda o'yin nima bilan? Цифры. Tushunyapsizlar-a? А если вы не видите эти цифры, это очень тяжело будет. Shuning uchun menga самый главный совет — аналитикani olinglar. Раз вы начали продавать на Zoom markete, qanaqadir qilib tam sotib olinglar. Analitika kerak. Busiz qiyin.
konkurent topish, SEO, yaxshi SEO qilish, высокочастотный kalitlarni topish, даже среднечастотный kalitlarni topish, konkurent qanaqa so'zlardan reklama bo'lyapti, shuni ko'rsangiz bo'ladi, tushunyapsizlarmi? Поэтому biz hozir Dmitriy bilan ham gaplashdik. Xudo xolasa sizlarga yoqsa, men tushunyapman. Men hozir harakat qilyapman-da, to'g'ri tushuntirishga. Yana надеюсь, очень sizlar hamma yo'q tushunyapsizlar. Вот, iloji bo'lsa bitta nima qilinglar, yozib olinglar, обратный связь. Biz xudo xolasa ko'proq webinar qilamiz. Nima uchun? Чтобы sotuvchimiz ko'p-da, kurslar hamma sotyapti. Lekin kursni olgandan keyin, biling, sotuv yo'q-da, nima qilish kerak deb nima qilib kelishadi-da bizga. Biz menejerlik ham qilamiz. Nima qilishmaydi-da. Поэтому eng главный совет nima qilinglar? Analitikani olinglar. Keyin savollar bo'lsa, даже вот bir haftada o'rganib olasizlar hamma yo'lda. Просто shunga vaqt ajratish kerak. Вот. Bugunga oxirgi iltimos 10 minut nima yana oling. 10 minut vaqtlaringizni oling. Например, bizda qanaqa nima ham bor? Project ko'rsatib oling. Biz также, например, oramizda, например, qanaqadir sellerlar bo'lsa, ko'pgina ostatik bor sellerlar bo'lsa, juda sotuvlar yo'q, nima yo'q, ko'p yozishadi-da menga. И вот men iyul, avgust, sentyabr, oktyabrgacha proyektim bor edi-da. Biz именно sotuvni ko'tardik. То есть мертвый kartochkani оживление qilgan ma'nosida nima ishlatdik. Shuning uchun mana hozir sizlarga ko'rsatib olay. Bizga klient keldi, nima bilan? Krossovkalari bilan. Это то, что я нашел еще. Krossovkalar bilan kelgan, остаток 300 ta qoldi, вообще sotuv yo'q edi. Полный kartochkani analitikani qilib, strategiyani yozib, to'g'ri bootstopni yoqib, SEO optimizatsiya kartochkani qilib, mana qarang, 9-yanvardan oldik bu narsani, bu kartochkani. Mana ko'ryapsizmi? Eng maksimalniy savdo maksimum mana 4 ta dona sotyapti. Вот. 4 ta dona, maksimum 4 ta dona. Biz birinchi nima boshladik? Полный SEO описание, bootstop правильно, strategiyani yozib oldik. Bitta samovikup qildik. И mayta kartochka mana ko'ryapsizlar-da, 13-iyuldan po 31-iyulgacha вообще unchalik savdo bo'lmadi. По-моему, to 3 tami, 6 tami biz olganmiz ishlagani bu kartochka bilan. Mana пошло. Bum 18 da тут что-то qanaqadir падение, bilmadim nima bo'ladi. 18-da уже norma до 30. 25 ta mana. 25 ta dona уже sotyapti. И har kun mana 10 ta, 15 ta. Хотя максимально 6 ta sotadi. Mana 28-kuni. То есть это процесс оживления карточки. Тех карточек, которые вот, например, sotilmayapti. Kelishadi odamlar. Biling, sotilmayapti, stokim turibdi. Nima qilay deb savollar bo'lsa, biz shunaqa nimamiz bor. Вот, например, ikkinchi kartochka, то же самое. Mayda, да, кроссовки. Krossovkalar тоже shu seller 21-dan biz ishlashni boshladik. Mana shu seller bilan вот maksimum 4 ta продажаларni ko'ryapsizlarmi? SEO описание, грамотная настройка рекламы, грамотная стратегия по самовыкупам. Bu narsa полный оживление qiladi. Любой kartochkani sotsa bo'ladi. Tushunyapsizmi? Любой tovarni sotsa bo'ladi. И kartochkani оживление qilsa bo'ladi. Вот mana sizlarga пример. Men o'tgan webinarda va'da berdim, ko'rsatganim, tashagani, lekin tashab baribir tushuntira olmasdim-da. Лучше вот на видеоуроке я покажу, deb nima qilyaptim. И вот qaranglar. Вот это все вот началось максимум там 6 штук в день. Keyin пошло 8 штук в день. Вот har kun продажалар. 18 avgust. Eng maksimalniy 25 dona kuniga. 3-chi keys, это
Это часы, если не ошибаюсь, да, тоже uchinchi nimasi kartochka 550 ming olib keluvdi. До момента работы. Unchalik mana продажалар yo'q edi. Dalay shu 3 millionga хотя бы chiqardik. То есть tovar вообще olib kelmayotgandi pulni-da, tushunyapsizlarmi? Вообще pul yo'q. Olib kelmayapti. Stok turibdi deyapti. Nima qilsa bo'ladi? Всё, ketdik. Полная работа над карточкой, полное SEO, инфографиканы tegmadim, infografikasi yaxshi edi. Самовыкупы, буст, SEO оптимизация. Все, и карточка ожила. То есть 10 kunga biz olamiz shu карточкаларда, полное продвижение, прописание стратегии и так далее. Дальше карточка оживает, tushunyapsizlarmi? Mana. Не было, mana 14-15 avgustdan beri вот пошло. Eng maksimal soat 20 dona kuniga sotdik. 1-sentyabr. Shuning uchun agar sizlarda stok bo'lsa, qanaqadir problema bo'lsa, bemalol yozaveringlar. Xudo xolasa hamma yoqda tushuntirishga harakat qilamiz. Bizda shunaqa usluga bor. Ham nima bo'ladi? U kavo hozir bor действующий подписка bo'lsa, gruppaga yozib yuboringlar. Qanaqadir gruppani qilamiz. Именно у тех, у кого есть, shularga платный консультацияmiz borda, именно для подписчиков, у которых уже есть сервис аналитики, bepul консультация qilamiz. Также может быть bir gapir, может быть вот общий bitta qanaqadir zoom qilib, именно из этих разберем магазины ваши, может быть даже разберем qanaqadir карточка. Men sizlarga o'zimiz sovetlarimni beraman. Sizlarda видениeni bitta eshitaman. Xudo xolasa shuna planlar bor. И kimda analitika yo'q bo'lsa, mendan 20% chegirma bo'ladi. No analitikasiz iltimos. Men menga pul berishmaydi zumsalik. Men hozir bepulga ishlayapman. Menga nimasi yo'q. Просто analitikasiz qiyin ishlash, tushunyapsizlarmi? Analitikasiz o'zlaring ko'ryapsizlar. So'zlar yo'q. Qayerdan olasizlar? Только servis analitik. Analitika важна, analitika нужна deb sekin-sekin shu so'zlar bilan vebinarimizni tugatamiz. Iloji bo'lsa, iltimos so'rayman, обратный связьda yozinglar. Biz xursandmiz, xudo xolasa Dmitriy bilan dальше ishlaymiz. Men hamma yo'lda tushuntirishga harakat qildim. Самое главное это показывать. Вот, men hamma yo'lda показал, рассказал. Katta hammaga rahmat. Xudo xolasa agar запрос bo'lsa, yana webinar qilaveramiz bepul основада. Но и вот платный вебинар именно по разбору карточек магазина тоже будем делать. Вот. Hammaga rahmat. Shuncha vaqt уже Oho, почти 2 soat gapiryapman. Uzr. Hammaga rahmat. Xudo xolasa yana webinar qilamiz. Вот, больших продаж. Iloyim hamma bo'yib ketinglar. Вот. Hammaga xayr.